Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Avtolider avtosalonida haqiqatdan havas qilishga arziydigan avtomobil sotuvda. Bu yangi 223 oddiysi emas 580 versiyasida avtomobilimizni bagajdan boshlaymiz. Noodatiy qilib obzorni ko'ryapsizlarmi? Bu xolodilnik bo'ladi hurmatli obunachilarimiz. Full opsiyaligini bildiradi avtomobilimizni. Hatta komplektatsiyasi first class, bu haqiqatdan eng full opsiyasi Mercedes'da bor. Bu sizlarga polностью Maybach komfortini beradi, yotib ketish imkoni bor avtomobilda. Mana buni qaranglar, ishlanganini hech narsa yo'q deyapti, bitta ko'tarsanglar parda qanaqa chiqib kelishini qaranglar. Bu avtomobildan balon faqat mana bu Maybachimiz bo'ladi. Bu ham S580, bu ham Avtolider avtosalonida sotuvda. Lekin bu avtomobilimiz sizlarga qandoq rulda, shundoq orqada yurishda ham o'sha rohatni beradi. O'shaning uchun boshladi. Avtomobilimizni qaysi tarafdan qaramaylik hurmatli obunachilarimiz, har taraflama raskoshniy. Raskoshni o'zbek tilida nimaligini kommentariyada yozib qoldiringlar. Avtomobilimizda 20 Florensen diskalar, pnevmopodveskalari mavjud. Digital Light System optikasi, bu optika hurmatli obunachilarimiz, uzoq yo'lga ketayotganingizda, dalniyni yoqqaningizda bu palasaga emas, faqat sizlarni yo'lingizga tushirib beradi. Avtomobilimizga o'tirish ham boshqa hurmatli obunachilarimiz, bitamdan qilsanglar ruchkalar chiqib keladi, salonga marhamat. Salonimizga xush kelibsiz hurmatli obunachilarimiz. Birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu albatta rangi. Salonimiz qora, eksklyuzivniy napa koja bilan ishlangan. Multi rul, katta head-up display. Head-up display shunaqa kачествоda men monitorni lobovoyga qo'shib qo'ygandek 3D panelimiz mavjud hurmatli obunachilarimiz. Va 3D deyotganda u prям 3D liga o'tirganingizda bilintirib turadi. Multi rul avtomobilimizda mana полностью multimedia upravleniyasi. Qish bo'lganiga, yangi yil kelayotganiga ko'ryapsizlar, yangi yil temasini qo'yib qo'ygan, komfortga kirib wave massaji bosasizlar. Bu волнистый massaj va настроение qarab mana rangini qo'ysanglar, umuman boshqa atmosfera, avtomobil tom под настроение har bir narsasini qilsanglar bo'ladi. Yordamchi funksiyalardan bittasi bu albatta mana 360 gradus kamera, avtoparkovka, hamma narsasi mavjud. Ko'ryapsizlar, kamera har bir ugldan sizlarga ko'rsatadi va mana yurganda balonni trayektoriyasini ham ko'rsatadi va orqa balonlarigacha buriladi. Avtomobilimiz palasa o'qiydi, rullarini podrulni qiladi, avtotormoz chiqib yo'l navorotda o'zi yo'q. Shunaqa avtomobilda sizlarga ham kerak bo'lsa, наличие, на заказ Avtoliderga murojaat qilinglar. Hammaga e'tibor uchun rahmat.